Mashinani devorga urib sinab ko'rishda ishlatiladigan bitta qo'g'irchoq narxi $1 million gacha turishi mumkin desam ishonasizmi? Oddiy plastmassa maneken shuncha pul turishi mumkinmi degan savol tug'ilishi aniq. Obuna bo'lib qo'ying, hozir buni sababini tushuntirib beraman. Aslida bu oddiy qo'g'irchoq emas, balki boshidan tovonigacha datchiklarga to'la murakkab kompyuterdir. Uning og'irligi suyaklari va bo'g'imlari xuddi haqiqiy odam anatomiyasiga moslab yasalgan. Avariya vaqtida, ya'ni mashina devorga urilganida atigi millisoniyada maneken ichidagi yuzlab datchiklar ishga tushadi va qovurg'asidagi sensorlar orqali zarbadan ko'krak qafasi qanchaga pachoqlanganini va insonning qaysi suyaklari sinishini aniq hisoblab beradi. Bo'yin va bosh qismidagi datchiklar esa miya chayqalishi yoki umurtqa uzilishi xavfini o'lchaydi. Ular shunchaki devorga urilmaydi, balki har bir zarbada soniyasiga 10 minglab ma'lumotlarni muhandislarga uzatadi. Shu $1 million maneken devorga yuzlab marta